Boydan hozir qaranglar, hozir ko'rib og'zinglar ochiladi. Mana hozir almazni narsa taporim bor, kerkam bor. Lekin mana buni qaranglar, juda ham zo'rmi? Hech qanday cheat ishlatganim yo'q. Gapim 100% rost. Agar aldayotgan bo'lsam, men shu zahotiyoq ismimni o'zgartirib qo'yay. Xo'sh. Mana buni qaranglar, sizlar mana buni ko'ryapsizlarmi? Mana uni. Qaranglar ko'pligini, mana sizlarga olmos kerakmi? Bitta like uchun bitta olmos. Voy. Mana bitta olmos, olinglar, bitta like bosildi. Mana olinglar, 2 ta like. Mana olinglar, 3 ta like. Mana olinglar, 4 ta like. Olinglar ana. Hazillashdim. Lekin like va obuna bosish esinglardan chiqmasin. Do'stlar, hozir men sizlarning ko'zinglarning oldida bu olmoslarni nimagadir ishlatishim kerak. Nimaga ishlatay ekan? Taporim bor. Xo'sh. Do'stlar, kommentariyaga nimani ishlatishimni yozib yuboringlar. Nimaga ishlatay mana shu olmoslarni, mana shu chiroyligina olmoslarni? Nimaga ishlatay? Kommentariyaga yozib yuboringlar. Xo'sh, mana bunga ishlataymi ekan? Yoki mana bunga? Yoki to'xtanglar mana. Yoki mana bunga ishlataymi ekan? Nima qilay ekan? Chesslightga ishlataymi ekan yoki bilmadim, lekin men bundan chesslightga yasam kelyapti. Va bundan men botinka yasam yo'q. Menda tuzukroq fikr bor. Yo'q, yetmas ekan, mana bu yerga bitta olmos yetmayapti. Bo'lmasa oyoq kiyimiz bor. Bo'lmasa mana buni yasaymiz. Shlem. Jami. Do'stlar, 1 2 3 yasadim bo'lgach. Xo'sh, endi bularni kiyib olamiz. Wow. Ana. Juda ham zo'r bo'ldi. Biz buni full qilishimiz kerak. Men yanada ko'proq olmosga kuchayib, yana kamerani yoqaman va sizlarga xayr deb qolaman. Hozir ro'za qazidim va Allohni ham ochib yubordim bilmagan holda. Mana oxiri 21 ta olmosim bo'ldi. Endi men baydan o'lib biramanlab chiqib ketishim kerak. Hadi kelinglar, o'ldiringlar. Yo'q, olmosni biranyam. Voy, kech qoldim. Voy, olmosni biranyani hozir yechib qo'yish kerak, jonim ko'p ketyapti. Xo'sh, endi biz shlem yasaymiz. Iltimos, ish qilib hammasiga yetsin-da. Yetadi aniq. Yetdi, yes, full branyamiz. Do'stlar, okey. Wow, billah, 70-75 artefakt akalarimizda bo'ldik-ku endi. Voy, yes. Olmos branyali to'liq bo'ldik. Do'stlar, ishonyapsizlarmi? Hozir men ancha kun o'tkazib o'rganman. Mana ko'rib olinglar, qancha kun o'tkazganimni. Voy, bu qancha o'ynadim va shu kungacha yetib keldim. Voy, do'stlar, shuncha mehnatim zoye ketmadi. Yes. Hozir mana shu yerda yana bitta narsa yasab olaman. To'xtanglar. Mana bunday qilishimiz kerak. Ana endi bo'ldi. Xo'sh. Men nima yasayman deb o'ylaysizlar? Albatta bu shit yasayman. Xuddi artefakt akamlarday. Ana endi biz buni qanday tutadi? Mana buni olaman. Men buni o'tirsa tutadi deb o'yladim.
Men bu javani yaxshi bilmas ekanman. Buni endi do'stlar, qo'limizda endi blok bo'lsa, qo'yib yuborar ekandi. Voy. Endi aniq bizga qiyin bo'ladi. Qayani boshqachasiga qilsa bo'larmikan? Mayli, bo'laveradi do'stlar. Bir amallab o'ynayapmiz-ku. Xo'sh. Endi biz Ender Dragonning oldiga borishimiz kerak. Faqat undan avval men yomon ko'rgan joy. To'xtaylik. Birni qilib bo'lyapti. Bunaqasiga sindirishingizni ham qilsa bo'lar ekan. Faqatgina bir marta yurish. Mana unda bo'lsa bundoq qilib tursa bo'lar ekan. Mayli, men Nizerda ko'pgina Ender jinchiklarni yig'ib kelganimdan keyin yana kamerani yoqaman do'stlar. Do'stlar, va nihoyat zo'rg'alardan Nizerdan kelib, chiroyligina bo'lib o'lib turib, mana shu yerga kelib oldim. Endi bo'lsa mana eshakda qanday qilib Nizerit yasash bilmayapman. Menimcha men istadim. Bo'ldi, tushundim. Avval biz pechka yasashimiz kerak. Birinchi bizga tosh kerak bo'ladi. Tosh olamiz. Mana bunaqasiga qo'yamiz. Buni olamiz. Bunga qo'yamiz va mana unga kirib pechkani qo'yamizda va ustiga yozamiz. Xo'sh. Voy, dot yoqqan narsam yo'q ekan. Mayli, mana shuni eritavray. Va tayyor bo'lgandan keyin kamerani yana yoqaman va tayyor bo'lgandan so'ng kamerani yana yoqaman. Do'stlar, mana tayyoram bo'lib qoldi. Hali Nizeritni to'liq yasaгаnim yo'q. Mana bularni oldim. Xo'sh. Endi bo'lsa crafting qilamiz. Qanday qilib yasashni ko'rish kerak. Nizerit. Mana. Qanday yasaydi bu? Mana. Bo'ldi. Buncha ko'p kerak do'stlar. Hozir allaqachon Nizerit yasalayotgan mana bitta. Yaxshi lekin bor do'stlar. Men buni rosa kutgan edim. Endi Nizerit yasaydiganni avval Nizerit yasaydiganni yasash kerak. Yasaymiz, olamiz, qo'yamiz. Mana nihoyat do'stlar, biz kutgan onlar. Nizeritim qani? Nizeritni olamiz. Bu yerga qo'yamiz. Tapor qilamiki kirkanimni? Tapor yoki kirka? Yoki brani. Mayli, tapor. Va biz chiroyligina nizeritlangan taporni olamiz. Okey do'stlar, okey. Xo'sh. Endi yana bitta nizerit yasash kerak. Yo, oltinim qolmabdi. Yana oltin topib kelish kerak. Qo'y nizerga surdim. Do'stlar, nizerga borib olgandan so'ng men sizlarga kamerani yoqaman. Who are you? Just tell us. Who are you really? Nobody.